Assalomu alaykum. Qadrli yurtdoshlar, mana darvozalarimiz YouTube'ga yig'manaqlarni buzib tashladi. U ponni mana shu yo'llarda ham ponni darvozalar bor. Buzib yuklab chiqaraverdi. Mashina qo'lda xudo xolasa. Bu yoqdan bitta ketdi. Mana bu yoqdan bitta ketdi. Ikkita darvozadan chiqib ketdi. 3ta darvoza o'rnatdi. Shu bugun 3-sini yuklab chiqib ketdi. Dubay fason bo'ldi. Samarqand fason bo'ldi. Mana yana bitta Dubay fason bo'ldi. Mana bu darvozam Toshkentga chiqib ketdi xudo xolasa. Karavat mana da bittasi turibdi. Bu şeyde bu. Mana bu karavat sotdim. Mana bu panjaraligini. Buni ertaga ketadigan bo'ldi xudo xolasa. 3 ga kerimmi? İnşallah. Kaçeller ham yaxshi narsa ekan. Bu kaçelerimiz ham sotuvdi xudo xolasa. Razborniy bo'ladi, maydalanadi. O, bo'ldik akalar turibdi mana. Shu bo'ldik akalardan yechib razborniy qilib xudo xolasa kimga yo'qsa rasmi bor, tashlab beramiz. Telefon qilishsa xudo xolasa tashlab beramiz. Ertaga mana darvozamizni o'rnatamiz. Ertaga yoki indinga o'rnatamiz xudo xolasa. Navbatash indillarga kelib qolsa kerak. Mana darvozamiz Surxondaryoga ketadigan, mana orqadagi xudo xolasa. Kuzatishda davom etasizlar, charchamani inshaalloh. Abduhay darvozalari xizmat etadi.